Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Kelib. Kecha qo'ygan o'sha 35 ta inabola qo'yimizdan 20 tasini sotdik. 20 tasini bir joyga 7 million 500 ming so'mga 20 tasini. Kishi qo'ylatchi, ektish, to'rtish aksariyat shunaqalardan qilib berdik. Chiyosh o'zimiz mahalladan qo'y qilishga olishdilar. Toza qo'ylar. Kimga shunaqangi inabola qo'y, bo'g'oz, ishonchli, garantiyali qo'ylar kerak bo'lsa, telefon nomerlarimiz bor, kanalimizga aloqaga chiqarasizlar. Hammasi turidan bor qo'ylar. Qo'chqor so'li, bo'g'oz, egizakchi hammasidan bor. Mana buni arashanlardan qo'ygan. Soni 20 donasi bir joyga 7 million 500 ming so'mdan berdik. Obunachilar kimdan kim qiziqqan bo'lsa pastga nomerlar qo'yib qo'yamiz, aloqaga chiqarasizlar. 4 ta 6 ta. Aksariyat yosh qo'ylar. Bugun hafta kuniga 21-yanvar, chorshanba kuni. O'zimiz dastlabkasini ham qilib berishga bo'ldi. Yaxshisiz. Obunachilar aloqaga chiqarasizlar. Obunachilar silin. Yetti. Uchta. To'rtta. Beshta. Mana qarashlar ham bor. 7 ta. 8. Buni qaraysiz sen. 9 ta bitta pastdan oldi. 20 ta. Qo'llab-quvvatlab turinglar.